80 xalqning oldiga borsanlar, bahos bak azam, lekin xususiyati olamcha bo'lgan bir xosiyatli bir dori bor. U bo'lsa badiyan. Mushu tibobatda tiyiblar mushu badiyanni respiga yezib, respiga badiyan tushmasa ko'ngli bearam bo'lib qolgan nurg'ulg'an tiyiblarimiz bor. Ham dal mushu badiyan bo'lganligi sababidan bu resip haqiqati hayoti kuchga to'ldi. Endi bu noyati bak azam bo'lgan bilan bu dorimiz xususiyati bak keng. Mushu hezi to'xtab ya komisi hez ravon kelmagan ayollarimiz mush badiyan ishitish orqali otini ravonlashtirib etkili bo'ldi. Sudik ravon bo'lmagan, yashanganlarda sudik to'liq qisib olgan, ya komisi sudik besimsiz kelgan odamlarga badiyan taranji bilan chaydamlab ishkizib bersakmi, sudik shunchalik obdan ravonlashadi. Yana bu shunda ko'zi ojizlab qolgan, kun nuridan qo'qotgan, ya komisa shu har xil ko'z kasalliklariga shu badiyanni oldin tanlab ishlatadi. Nima uchun bu ko'zga ishlatadi? Bu badiyanni ajdodlarimiz zoti qanday bayqagan degan chog'larda tuqqanlar. Mushu yilonlar o'chakka kirgan chog'da birini ko'zi tutib qolgan. Bular o'chakdan chiqqandan keyin mush ehtiyoj pasida mushu badiyonga ko'zini surkash orqali ko'zini ochitgan. Shuni ular o'z vaqtidagi ajdodlarimiz dal mushu badiyonni amaliyotda ko'z ojizlik kasalliklariga ishlatgan. Keyin bu ishish jarayonida bu badiyanning ishlatgan dorisi kasalliklarning nihoyatda ko'p ekanligini, nurg'un kasalliklarga shifo o'tganligini his qilgan. Nurg'ulg'an kasalliklar, jumladan bu teri kasalliklarga badiyanni cho'g'izib resp yozmasa, tiyibning ko'ngli unumaydi. Shu har xil teri kasalliklar giribdor bo'lgan. Bular qichishqoq, yeltashma, har xil qapartqo. Mushunda kasalliklar odatda badiyanni chaydamlab ichib bersa, yal qo'qoqni haydaydi, yelni ko'ydirdi, sudikni ravonlashtirdi, hazmni yaxshilab berdi, badandagi shunday akslar chavolarni badan sirtidan haydab chiqib berish xususiyatiga ega. Bu asirg'ima ta'sir nihoyatda bak yaxshi. Shunga badiyan hamma yerda nihoyatda kengra tarqalgan tuqqanlar. Shunga badiyandan yaxshi oilada foydalanib, nurg'ulg'an ushshoq kasalliklardan doktorxonaga tiyiblarning oldiga bormaymi, saqib ketishinglarni umid qilaman.